Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 10 oyning 13 kuni seshanba. Hammalarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Aysa Efendi dünyadagi eng nüfuzlu xalqarалық munbarlarning biri hisoblangan 25 navbatlik munbar 2000 yig'inida qilgan so'zida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining dunyo demokratiyasiga va dunyo tinchligiga jiddiy xavf yetkazayotganligini ta'kidlash bilan birga Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib kelishning butun demokratik ellarning bosh tortib bo'lmaydigan insoniy majburiyati ekanligini bayon qildi. 1996-yili Chexiya prezidenti va Nobel tinchlik mukofoti sohibi Vaklav Havel, Yaponiyalik tanilgan saxovatchi Yoxi Sasakawa va Nobel tinchlik mukofoti sohibi Elie Wiesel qatorliqlar qurib chiqqan Munbar 2000 fondi tarafidan 1997-yildan buyon har yili bir qitim o'tkazilib kelayotgan Munbar 2000 nomli xalqaro muhokama yig'inining 25-navbatligi 10-oktyabrdan 13-oktyabrgacha Chexiyaning poytaxti Pragda chaqirilgan va yig'inga xuddi burunqiga o'xshashli ba'zi demokratik davlatlarning rahbarlari, parlament a'zolari, Nobel mukofoti sohiblari, diplomatlar, siyosiyonlar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining asosli mas'ullari, asr millatlarning vakillari, dunyoga to'nilgan dangli korxonachilar, har qaysi dillarga mansub olimlardan bo'lib ko'p sondagi yuqori darajalik arboblar qatnashgan edi. Bir qancha yildan buyon alayda taklif bilan mazkur munbarning yig'iniga qatnashib kelayotgan Dolqun Aysa Efendi bu qitim yana Pragda chaqirilgan Munbar 2000 nomli xalqaro muhokama yig'inining ishtirokchilarining biri edi. Dolqun Aysa Efendi yig'inining 11-oktyabrdagi muhokama bo'limida Sharq Turkiston xalqining vakili sifatida so'zga taklif qilindi. Mazkur bo'limda so'z qiluvchilar qatorida Tibet surgunda hukumatining sobiq prezidenti Lobsang Sangay Efendi mubo edi. Dolqun Aysa Efendi so'zida avval o'zini qisqacha tunishtirib o'tgandan keyin mustabid Xitoy hokimiyatining navbatda Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga qarata rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlari haqida qisqacha ma'lumot berdi va Uyg'ur xalqining hozir bir butun millat sifatida jiddiy yo'qolib ketish xavfiga duch kelayotganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Dolqun Aysa Efendi so'zida yana navbatda mustabid Xitoy hokimiyatining o'zining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi nopuzdan foydalanib va Dunyo savdo tashkiloti, Dunyo sayyor tashkiloti qatorliqlarga o'xshash har qaysi xalqaro organlarga va boshqa xalqaro munbarlarga singib kirib, diktator va g'ayri demokratik davlatlarni atrofiga to'plab va ular bilan eg'iz burun yolishib, demokratik davlatlarga qarshi harakat elib berayotganligini, o'ziga qo'shilmagan ojiz davlatlarga harbiy va iqtisodiy jihatlardan tahdid silib kelayotganligini, Xitoy hokimiyatining bu xil o'ktamlik va zo'ravonlik orqali dunyo demokratiyasi va dunyo tinchligiga jiddiy xavf ilib kelish bilan birga o'zining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va jinoiy qilmishlarini oqlashga, hatto uni haqliq chiqarishga urinib kelayotganligini. Shunga bundoq bir ahvol ostida xalqaro jamoatchilikning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi jiddiy va unumli choralarni tepib chiqib darhol yo'lga qo'yish lozimligini ta'kidlab o'tdi. Chexiyaning poytaxti Pragda chaqirilgan va 3 kun davom qilgan bu navbatlik yig'inning asosiy muzokara temasi demokratik davlatlarning yarsharviy hamkorligi, sotsial media sohasidagi mustabidlik bilan demokratiya o'rtasidagi raqobat va aktiv fuqarolik orqali demokratiyaning yengilanishi qatorliq 3 cho'ng mazmunga markazlashdi. Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa Efendi bu navbatlik yig'inga qatnashish jarayonida yana Chexiya Kengash palatasining raisi Milos Vucerichil, Yevropa parlamenti kishilik huquq komitetining raisi Mari Leksman xonim, Tibet surgunda hukumatining sobiq prezidenti Lobsang Sangay Efendi qatorliq bir qism yuqori darajalik arboblar bilan ayrim holda ko'rish ilib bordi. Dolqun Aysa Efendi Chexiya Kengash palatasining raisi Milos Vucerichil Efendi bilan ko'rish jarayonida odunga bu yil 11-oyning 13-kunidan 14-kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi haqida qisqacha ma'lumot berdi va uni bu navbatli qurultayning ichilish murosimiga qatnashishga taklif qildi. Milos Vucerichil Efendi Dolqun Aysa Efendimga qilgan so'zida har qaysi ellardagi Uyg'ur vakillarining 11-oyning 13-kuni Pragda to'planadiganligidan mamnunlik va sharaf tuyganligini va o'zining bu 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun qo'lidan kelishicha tirishchanlik ko'rsatadiganligini bildirdi. Dolqun Aysa Efendi Yevropa parlamenti kishilik huquq komitetining raisi Mari Leksman xonim bilan ko'rishganda, uning bu yil 17-dekabr Yevropa parlamentida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak tuzimiga qarshi jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yish haqida maxsus qaror qabul qilinishida ko'rsatgan zo'r tirishchanligi uchun butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirish bilan birga Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzimining hozirma ham jiddiy davom qilayotganligini, shunga Yevropa
rahbarligining Xitoyga qarshi yanada qattiq jazolash va embargo tuzumlarini yo'lga qo'yishini umid qiladiganligini bildirdi. Marili Kisman xonim Yevropa parlamentida Uyg'urlarni qo'llash harakatiga boshlamchilik qilganligi sababli bu yil Xitoyning embargo qo'yishiga uchragan edi. Dolqun Aysa apandi Tibet surgunda hukumatining sobiq prezidenti Lobsang Sangay apandi bilan ko'rish jarayonida Uyg'ur milliy harakati bilan Tibet milliy harakatining buningdan keyin xalqaro sahnalarda Xitoyga qarshi o'zaro hamkorligini yanada kuchaytirish masalasi haqida muzokara olib bordi. Ondan boshqa yana Dolqun Aysa apandi bu navbatlik xalqaro yig'inga qatnashish fursatidan foydalanib, bu yil 11 oyning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7 navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining Chexiyadagi tayyorlik xizmatlarini qayta ko'zdan kechirdi. Germaniya parlamenti Tantarbiya komitetining raisi Dagmar Freitag Xitoyning 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilishga chaqirdi. Germaniya Dolqunlar radiosining xabar qilishicha vazifasidan ayrilish oldidagi Dagmar Freitag 11 oktyabr Germaniya axborot agentligining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning kishilik huquqni dafsanda qilishiga qarata har qaysi davlat siyosiy arboblarining Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishini umid qiladiganligini aytgan. U mundaq degan: "Men shaxsan Amerika Avom palatasi rahbari Nancy Pelosining o'tirg'i qo'ygan diplomatik boykot qilish fikrini qo'llayman." Uning aytishicha, hech bo'lmasa demokratik davlatlar vakillarining qatnashmasligi bu xalqaro olimpik komitetining raisi Bach va uning hakam soylarga olimpik musobaqasi o'tkazish huquqini tantarbiya va erkin jamiyatning qimmat qarashini suiiste'mol qilayotgan davlatlarga berishga qarshi turamiz deganini bildirdi ekan. Amerika Avom palata raisi Nancy Pelosi bu yil 5-oyda dunyodagi har qaysi davlat rahbarlarining Beijing qishliq olimpik musobaqasiga ishtirok qilmasligini talab qilgan. U Xitoy irqiy qirg'inchilik qilayotgan bir vaqtda Amerika rahbarlarining uningga ishtirok qilishi Amerikaning dunyodagi har qanday bir joyda kishilik huquqni so'zlash axloqiy mezoniga gumon paydo qiladiganligini aytgan edi. Ma'lum bo'lishicha, hozirga qadar faqat Rossiya prezidenti Putin Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashadiganligini e'lon qilgan. Keyingi bir qancha oydan buyon Yevropa Sharqi Turkiston birligi tashkiloti har hafta oxiri Germaniyaning Myunxen shahridagi asosiy maydonlarda 2022-yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilayli degan shior ostida norozilik namoyishi uyushtirib kelmoqda va bu xil norozilik harakati toki 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'ini boshlanadigan kelar yili 2-oyga qadar izchil davom qiladi. 4 oktyabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultayi, Dunyo xatar ostidagi millatlarni qo'g'lash tashkiloti, Xalqaro kishilik huquq tashkiloti, Yevropa Sharqi Turkiston birligi, Ilhom To'xtini qo'llash gruppasi, Ingolstadt Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dash tashkiloti, Germaniya Tibet harakati tashkiloti, Germaniya Hong Kongliklarni qo'g'dash tashkiloti, Germaniyadagi Falun Gong markazi qatorliq 9 tashkilot birlikda 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining o'rinlashtiruvchilaridan biri bo'lgan dunyodagi eng chong sug'urta va mablag' silish shirkatlarining biri Olli Sirkitining Myunxen shahridagi markazi oldida zo'r ko'lamlik norozilik namoyishi o'tkazib, mazkur shirkatdan 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining o'rinlashtiruvchiligidan chekinib chiqishni talab qilgan. Chet elga chiqib Xitoyning Sharqi Turkistondagi cho'ng tutquni va lagerlardagi qiyin qisqa g'amxo'rlashlarni oshkorlab, dunyoda qattiq qo'lg'uli qo'zg'agan Xitoy soqchisi 11 oktyabr Angliyaning Osmon xabarlari kanalida Xitoyning Uyg'ur tutqunlarini turmada yepiq poyezdlarda qandoq yo'tkaganligini oshkorlagan. Yevropadagi bir davlatda siyosiy panohlik tilagan Jiang familiyalik bu Xitoy soqchi ilgari bir qancha qitim Sharqi Turkistonga kelib vazifa o'tgan bo'lib, u o'tgan hafta Amerikaning CNN televiziya kanalida Uyg'urlarning tutqun qilinishi va lagerlardagi qiyin qisqa jinsiy xo'rlashlarni tafsili oshkorlagan edi. Jiang familiyalikning Osmon xabarlariga aytishicha, ular tutqunlarni poyezdga chiqarishda tutqunlarni bir joyga to'plab, beshiga qora holda kiydiradigan ham 2 kishining qo'lini bir ishkal bilan chetib, ularning qochib ketishining oldini oladi ekan. U ishkari o'lkalarda tutqun qilingan Uyg'urlarni mushu yo'sinda yuk poyezdiga besib, Sharqi Turkistonga yo'tkaganligini aytgan. U bu tariqada jami qancha Uyg'urning yo'tkalganligiga shohid bo'lganligini aytmagan bo'lsa-mu, biroq har qitimda 500 dak tutqunning yo'tkiladiganligi, har bir vagonga 100 dan ortiq tutqunning solinib, har bir tutqunni 2 dan soqchi ilib mangdiganligini bildirgan. Uning aytishicha, ular tutqunlarni poyezdda yo'tkaganda ularga tomoq bermaydi ekan. Jiang tutqunlarga faqat suv butilkasining og'zida qalbikini namlavilishi uchun suv beradiganligi, atalmish Xinjiangga berish uchun 2 kun ketadiganligini bildirgan. U biz tartibni saqlash uchun ularning hojatxonaga berishiga yo'l qo'ymaydi degan. Jiangning aytishicha, u 2018-yili Sharqi Turkistonga yana vazifa o'tashga borganda tutami yo'q sabablar bilan 900 mingdan ortiq kishi tutqun qilingan ekan. Sobiq Sovet ittifoqi yemirilib 5 Turkiya Cumhuriyetining mustaqillikka erishganligining 30-yilligi munosabati bilan Ozarbayjon poytaxti Bakuda o'tkazilgan xalqaro ilmiy muhokama yig'inida Uyg'urlarning hozirgi eg'ir vaziyati o'ttirg'i qo'yilgan. Bakuda o'tkazilgan bu yig'inga Ozarbayjon Cumhuriyeti Ma'rif ministrligining muavin ministri Feridun Qurbonov,
Türkiyədəki ən çoğ ommaviy təşkilatlardan biri bolğan Türk Ocaqları Təşkilatının rəisi Mehmet Öz Əpəndi, Azərbaycan parlamentinin muavin rəisi Fayazil İbrahimli, Türkiyənin Azərbaycandakı baş elçisi Cahit Bağçı və Azərbaycan parlamentinin əzası Qanira Paşayeva xanım qatarlıq mühim şəxslər qatnaşqan. Azərbaycan İlimlər Akademiyasının mütəxəssisi Fayıq Ali Əkbərli Əpəndi bu münasibət bilan Erkin Asiya radiosuga qilgan sözüdə Türkiyə Cumhuriyyətlərinin müstəqilligining 30-cı illiqi münasibəti bilan ötküzülgən bu yığında özü qatarlıq bir qancha mutaxassisning Sharq Turkiston masalasini o'ttirg'a qo'yganligini bayon qildi. U mundaq dedi: Türkiyə Cumhuriyyətlari müstəqilligining 30-cı illiqi münasibəti bilan ötküzülgən ilmiy muhokama yig'inida Uyg'urlar masalasi bir qancha mutaxassis tarafidan o'ttirg'a qo'yildi. Men bu yig'inda Sharq Turkiston masalasini o'ttirg'a qo'ydim. Men dokladimda Azərbaycanning eng muhim masalalaridan biri bo'lgan Qarabağ masalasining hal bo'lganligini, lekin Türk dunyosining eng muhim masalasi bo'lgan Sharq Turkiston masalasining texicha hal bo'lmaganligini, balki borgan sari eg'irlashayotganligini, Qarabağdagi Azərbaycanliklar 1990-yillarda duchor bo'lgan irqiy qirg'inchilikqa hozir Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning duchor bo'layotganligini o'ttirg'a qo'ydim. Mendan boshqa 2-3 professormu Sharq Turkistonning hozirgi eg'ir vaziyatini o'ttirg'a qo'ydi. Fayıq Ali Əkbərli Əpəndi yana mundaq dedi: Uyg'urlarning hozirgi vaziyati bak eg'ir. Buningga qarata mustaqil Turkiya davlatlaridan Turkiya, Azərbaycan, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Turkmaniston qatorliq davlatlarning hammasi degudek sukutda turayotganligi hammamizga ma'lumdir. Turkiya hukumati ba'zi vaqtlarda Sharq Turkiston to'g'risida inkoslar qaytargan bo'lsa-mu, lekin Turkiya davlatlar birligi bo'lgan Turk kengashi texicha bu vaqtda inkos qaytarmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Parlamenti, Amerika va Kanada qatorliq davlatlar Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik haqida qarorlar chiqardi. Bular ahamiyatlik. Turkiya Cumhuriyatlarining hozirgacha sukutda turib olishi to'g'ri emas. Biz yig'inda Turk kengashini va Turkiya Cumhuriyatlarini Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz qatorliq xalqlarga ega chiqishga chaqirdik. Fayıq Ali Əkbərli Əpəndi yana munolarni bildirdi. Bizning taklifimiz agar Turkiya Cumhuriyatlarining hukumatlari bu masalaga qarata inkos qaytarishdan qo'rqsa, xalq ommasi bu masalani davomli o'ttirg'a qo'yishi kerak. Turkiya bilan Azərbaycan jamoatchiligi bu masalani davomli holda kun tartibga ilib kelyotadi. Lekin bular yetarlik emas. Shunga biz Sharq Turkiston masalasida texmo aktiv bo'lishimiz kerak. Chunki hozir Turk dunyosida Qrim tatarlari, Iroqdagi turkmanlar, Suriyadagi turkmanlar masalasi bor. Lekin bularning ichida eng ichinishli Sharq Turkiston masalasi. Shunga bu vaqtda jiddiy faoliyatlar qilishimiz kerak. Men Azərbaycandakı Türk Ocaqları Təşkilatının muavin rəisi, Azərbaycan İctimai Fənlər Akademiyasının mütəxəssisi boluş sübütüm bilən Azərbaycanda məzlum Uyğur qarindaşlarımızın avazı boluşqa tirişiman. Çünki Uyğurlar bizning qon qarindishimiz. Ularning dərdi bizning dərdimizdir. 30 yil burun biz sobiq Sovet ittifoqining hokimiyati ostida yashagan edik. Hozir mustaqil bo'ldik, qutuldik. Uyg'urlarning Xitoy zulmidan qutulishi uchun qo'limizdan kelganini qilishimiz kerak. Bu faoliyatni Turkiyadagi eng cho'ng ommaviy tashkilotlardan biri bo'lgan Turk Ocaqları Təşkilatı Azərbaycan hukumati bilan birlikda uyushtirgan bo'lib, mazkur tashkilotning raisi Anqaradagi Hojattepa universiteti tarix kasbining professori Mehmet Öz Əpəndi bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi: Men Sharq Turkiston masalasini o'ttirg'a qo'ydim. Hammamizga ma'lum, Xitoy o'ttirg'a qo'ygan bir balvoq bir yo'l qurilishi Turkiya Cumhuriyatlarining hammasidan o'tadi. Agar Xitoy Turkiya Cumhuriyatlari bilan bo'lgan munosabatini yaxshilayman deydi ekan, Sharq Turkistonda ilib berayotgan besim siyosatini to'xtatishi kerakligini ta'kidladim. Qisqasi, Sharq Turkiston masalasi bu yig'inda nuqtaliq holda o'ttirg'a qo'yildi. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq hukumat 11 oktyabr kuni Beijingda 57-ci qitimliq axborot yig'ini o'tkazib, yana Amerikaga, g'arb tadqiqot o'rinlariga, tadqiqotchilarga, shundaqla lager shohidlarga hujum qilgan. Xitoyning bu qitimliq axborot yig'inida lager shohidlarga qaratgan hujumi Zumrat Davudni nishon qilgan. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq hukumatning bayonotchisi Shu Guishang Zumrat Davudga qarata majburiy tug'mas qilish operatsiyasi ilib berilganligi, uning uyiga qo'shmoq tuqqanlarning o'rinlashtirilganligi va uning lagerda yotganligini rad qilgan. Shu Guishang hatto Zumrat Davudning dadisining musoqchilarning ko'p qitimliq savol so'rqida o'lganligini inkor qilgan. Xitoyning bu qitimliq axborot yig'inida Zumrat Davudga nishonliq hujum qilib, uningga qarata tug'mas qilish operatsiyasi ilib borganligini rad qilishi, Zumrat Davudning 7-oktyabr Amerikadagi bir doktorxonada operatsiya qilinib bolyotqusini ilib etishining orqasida bo'lgan. Zumrat Davudning 11-oktyabr matbuotlarga bildirishicha, doktorlar uning bolyotqusining 3 yil burun tibbiy qoidaga xilof va xatarlik ravishda bo'g'dirilganligi, agar ilib etmasa uning hayotiga xavf paydo qiladiganligini aytgan. Zumrat Davud ilgari Xitoy doiralarining u lagerdan chiqqandan keyin uningga qarata majburiy tug'mas qilish operatsiyasi ilib borganligini oshkorlagan edi. Shu Guishang axborot yig'inida yana germaniyalik uyg'urshunos Adrian Sines, Avstraliya strategiyalik siyosat instituti va Amerikaning Beijingda turishliq elchixonasiga hujum qilgan.
Yevropa Sharqi Turkiston birligining o'rinlashtirishi bilan matbuotlarga to'nilgan jasur lager shoirlarimizdan Gollandiyadagi Qalbinur Sidiq xonim bilan Fransiyadagi Gulbahor Xotivoji xonim ikkisi 11 oyning 6 kunidan 11 oyning 21 kuniga qadar Germaniyaning Myunxen, Augsburg, Rosenburg, Wurzburg, Frankfurt, Göttingen, Leipzig, Berlin, Hannover, Karlsruhe shaharlarida va Chexiyaning poytaxti Pragada mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari va lagerlarda jarayon qilgan ichinishli tragediyalar haqida guvohlik berish va axborot e'lon qilish faoliyatlariga qatnashadi. Yevropa Sharqi Turkiston birligining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yevropadagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili Asqarjon apandining bevosita yetakchiligi va riyosatchiligida jami 15 kun davom qiladigan mazkur faoliyat 11 oyning 6 kuni Germaniyaning Myunxen shahrida rasmiy boshlanadi. Yevropa Sharqi Turkiston birligining o'rinlashtirishi bilan ilib beriladigan maraton shaklidagi mazkur faoliyatga Germaniyadagi siyosiy partiyalar, kishilik huquq tashkilotlari, yerlik o'quvchilar uyushmalari, universitetlar va Germaniya matbuotlari yaqindan moslashib beradi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qaytamoq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr, xo'sh.